Matiz 900 dollarga beramiz. Ortiqcha gap gapirib o'tirmaymiz. O'zimizga ancha qimmatroqga tushdi. Oldik. O'zim minaman, haydayman degan shu mashinaga muhtoj odam bo'ladigan bo'lsa, tekinga ham berib yuboramiz, bir sim pul ham olmaymiz va berganimiz haqida to'ch-to'p fakt ham ko'rsatib beramiz. Kimga mana shu Matiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Matizga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, videoni tagida kommentariya qoldiringlar. Kommentariyaning ichidan aniqlaymiz va o'zimizga aloqaga chiqib turib, shu mashinaga haqiqatan muhtoj deb topgan insonimizga beramiz. 2010-yil oldi orqa qozonlari butun o'tib ketdi, kraskasi bo'lishi mumkin dedilar. Balonlari ham yomon holatda emas, lekin almashtirib olsangiz yaxshi holatga keladi. Suylari butun motor hadovoyida egalari ishlaydi dedilar. Mana hamma yog'i cho'tki o'tiribdi, naqad zavod o'tiribdi, metan gazlari bilan tayyor mashina. Mana orqalari ham yonib ketmagan, akkuratni turibdi. Hamma yog'i cho'tki olgan odam maza qilib baraka topib haydaydi dedilar. O'tganinglarda bemalol ustilarga ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Mana mashina cho'tki o'tiribdi. 100 dollarga yoki tekinga olishni xohlasangiz, mana shu videoga like bosib, Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi va biz har kuni Telegram kanaliga kuniga 40 ta 50 talar shu tekinga uy joy va mashinalarni sizlar uchun qo'yib beramiz. Bosinglar.